Hurmatli va qadrli kuzatuvchilarimiz, ayolimiz bizning oldimizga keldilar. Ayolimizni farzandlari yo'q hali, lekin ayolimizning bachadonida o'ta kuchli og'riq, qovog'i xuddi yorilib ketadigandek og'riq beryapti degan shikoyat bilan kelganlar bizning oldimizga. Miomalar borliklarini biladi. Men aynan qin orqali ko'rdim, qinda hech qanday muammo yo'q. Toza bachadon bu yillargacha, lekin aynan o'ziga tushirganimda bachadon mana bu yerda qolib ketgan, o'zi shunchalik katta darajaga aylanib ketgan mioma bu yerda. Mana mioma. Bachadondan 3 tur baravar kattalikda turibdi miomalar. Mana bu yerda hozir biz bitta miomani ko'rgan edik. Mana bu yerda bitta mioma paydo bo'lgan. Endi mana qilib yaxshilab ko'rganimizda mana bu yerda paydo bo'lishni boshlagan. Mana bu yerda paydo bo'lishni boshlagan. Polni hozir bachadonni mioma egallab olgan. Mana bu kishini bundan 10 yillar oldin bo'lgan, endi shunda qora dog'cha bor deb aytib